Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Daryoni bo'yidamiz. Hozir bizga chiqqan baliq juda ham katta baliq chiqdi. Hozirlik ko'rsataman. Bu baliq marinka deyiladi. To'g'risi bunaqa kattasini uchirmaganman. Birinchi marta uchrashim. 4 kilo atrofida bor, 4 kilo, 4,5 kilo atrofida. Baliq juda ham katta. Taglarini qaranglar, qizarib ham ketibdi bu taglari. Setkaga turganda qisilib qolyapti ichida, aylana olmayapti, yani setka kichiklik qilyapti bu baliqqa. Kamerada sal ixchamroq o'xshab ko'rinayotgandir, lekin juda ham katta baliq. 4 kilodan ham oshiq bo'lishi mumkin. Mana ichiga baliq qisilib qolyapti.